obunachilar, assalomu alaykum obunachilar. Ko'pdan beri video chiqmagani uchun uzr so'rayman. Bugun biz Minecraftda mod yaratamiz. Maniki 1.41 1.17.41 versiya. Shu versiyaga tushadigan modlar har xil modlar bor. Uni biz mana shu mom degan, ya'ni bu o'zim silka tashab qo'yaman, uni nomini shunisi ko'rasizlar. Hop, obunachilar. Hop, mana shunga bosasizlar. Men mod yaratib ko'rdim unda. Bu zo'r mod. Yaratish uchun yaxshi. Texnikalari ham bu qiyin. Ozginagina qiyin. Bu masalan men ko'rsatib beraman. Mana qilich modi. Mana bu yerga nomini yozasizlar. Kreativ qilichi. ijod qilichi. Bu da chang deganda bosasizlar, xohlagancha nima qurol yaratishingiz mumkin. Mana buni bosasizlar. Yaratildi. Bunda esa sizlar 3 ta qilsanglar ham bo'ladi, 3 ta qilmasanglar ham bo'ladi. Menga 3 ta hozircha kerak bo'lib turibdi. 3 tani ko'rmadim hali men. O'zingizlar ham qilib ko'rishingiz mumkin. Effekt degan joyi bo'ladi. Mana. Effekt degan joyi, ana shuni ustiga, plyusni ustiga bosasizlar. Va bu yerdan xohlagan effektlar berishingiz mumkin. Ali hop tak village ya buni emas. Fire degan narsalar bo'ladi. Okay bosasizlar. Bu nomi kiritilaveradi, kirit deyveradi. Sizlarga foydasi bu mana shu yerga 99 3 ta 9 yozasizlar va pastga tushib mana shuni ham 9 qilasizlar. Mana sizlarga murojaatim 3 qilib qo'yinglar. 3 dan so'ng crafting degani tegmaysizlar. Botga sizlar xohlagan narsalaringizni qilichni qanaqa yasashini qo'yasizlar. Masalan, men osongina qilib tekshirish uchun osongina qilib qilichni qo'yaman. Mana bu joyiga esa bittagina yog'ochni qo'yaman hozir. Yog'och. Hozir obunachilar. Yog'och. Tak. Bu esa bo'ladi, biroq vaqt qiyin. Mana bunaqa eshikni qo'yamiz va bu yerdan save degan tugmasi yo'q. Bunda avvalda bor edi. Xohlagan qo'shimchalarni qo'shib, mana shuni bosasizlar. Va sizning qilichingiz mana shu yerga baho beradi. Shunda qishloqda saylov bo'ladimi? Ha, qishloqda saylov bo'ladi. Qo'lidan ish keladigan odam Va bu yerda reklama qo'yishadi. Uzr. Reklama ham o'tdi. Mana qilichimiz. Hop, tezlarda hozir bir daqiqa. Mana bu joyga qilichni nomini kiritasizlar. Tak, shundan keyin nomi ijod qilich. Bunga kim yaratganini kiritasizlar va men o'zim kanalimni kiritaman. Xohlaganlaringiz kirishingiz mumkin. Bu yerga qilich haqida ma'lumot, super ijod qilichi deb kiritasizlar va siz bu yerda xohlagan narsangizni tegmanglar va bu yerga men buni esinglardan chiqmasin 1 tochka deysizlarda. Mana bu joyga 17. Tak, mana bu joyga esa tak 41 deysizlar. Shundan so'ng mana shu
птичка tugmasini bosasizlar, obunachilar, mana shuni bosasizlar. Xo'p, mana shuni bosganlardan so'ng bossanglar, mana shu uchalasi Shunda qishloqda saylov bo'ladimi? Mana shu uchalasi chiqsa, ertasi ham mana shuni bosasizlar. Bundan so'ng yo'qotamiz, buni bosasizlar. Yo'q, uzr. Mana har doim adashaman, mana buni bosasizlar. Import to deganni gain degan bosasizlar. Shundan so'ng bosdinglar. Bu sizlarni Minecraftga otib yuboradi. Minecraft otib yuborsa, bir pas kutasizlar. Kutganinglardan so'ng kiradi. Hozir bu vaqt pauza qilib turaman. Menda 70% bo'ldi, endi 77, 88. Mana shu mod, mana shu import started degandan so'ng chiqadi. Mana ijod qilichi. Bunga play deb bosasizlar va yangi mir yaratasizlar. Mirga kirasizlar. Noz kreativga qo'yib ko'rsataman, bo'lmasa bo'lmaydi. Topolmay qolishimiz mumkin. Uzr, qotdi Minecraft. Nimadir bo'lyapti, загрузка qilyapti. Ana Minecraft ishlab ketdi. Mana mana shu modni kiritasizlar. Boyagi mod mana ijod qilish deganni kiritasizlar. Mana nomi ham bor. Ikkita mod yaratdim. Avval sizlarga ko'rsatmasdan mod yaratgandim, o'zim sinash uchun. Va bizlar mirni ochamiz. Hozircha yana pauzaga qo'yaman. Mana Minecraftga ham kirib oldi. Mana hozir yangi mir yaratildi va bu yerda hozir biz moblarda sinab ko'ramiz. Bitta odam to'ldiradi bular. Moblarni hozir ochiqroq joyga chiqamiz. Hozir qilichlar qatorni o'sha qilich 1000 uron. Mana 1000 uron olishadi va hozir biz uni vizirda sinab ko'ramiz. Qilishni oling. Hamma qilichlarni solishtirib ko'ramiz. Nima deb tashlayapman? Hop, hozir yaratamiz. Vizir kaçmakta. Ushlash qiyin holatda. Ozgina o'ron ketyapti. Uchalasi ham. Mana shunda o'ldi. Vizir o'ldi. Bizlardan missiya bajarildi. Vizir o'ldirish missiyasini bajargan. Mana u o'ldi. Mana uning narsasi. Mana hozir sandiq. Mana obunachilar. Mana buni xohlasalar oson, xohlasalar qiyin etib qilishingiz mumkin. Bunda o'xshamasa, sizlar o'xshamayapti. Bu tez o'lmaydi bu ham. Hop, mana endi biz Ender Dragon o'ldiramiz. Ender Dragon. O'ldirganimizdan so'ng bu qilishni sinab ko'ramiz unda. Hozir jiyan gap qoldi, uzr. Gapirsa indamaydi. Hop, ichidan quramiz. Uzr, Minecraft qotiyotgan bo'lsa. Hop. Mana shundan so'ng hop yaratamiz.
Bitta joy noaniq ketdimi deyman. Qaytadan quramiz. Ichkaridan qurdik o'zi. Mana Inkavaradigan joyni topish juda ham qiyin. Bu 1 soat, 2 soatda ketishi mumkin. Hop. Drawing mashina, ya'ni mana Ender Dragon. Dragon'da kutamiz. Kel jigar, kel. Bitta udarga chidaymiz. Kel. Bitta udarga chidasang Dragon eng xavfli mob. Buni narsalarni HP'larni olamiz. Uzun bosdi. Tamam, juda ham og'riyapti. Qurib ketdi. Mana HP'lari. Hasan. Hop, şu canını çaldı. Hop mana. Hop narsalarni laqtiramiz. Kerak narsalar. Hiçbir juda qat'atdi. Ijod qilichi Hasan. Buyoqqa kel. Yot emasmi? Men mana super qilishni o'ylamayman. Vallahi masalanga o'zimni modlarimni ko'rsataman. Mana. Hayır. Obunachilar. 2000 ta like jalqav qilmasdan yig'inglar. Do'stlarim. Men shuncha mehnat qilaman. 200 ta, 300 ta, 100 ta, 15 ta like yig'asizlar-da, shunga chaqon chiqadi-da, shunga. Indira peldi. Ana shunaqa xayr obunachilar.